kommentariya shova bepula sovg'alar qo'yishni boshladik asa. Xo'p, birinchi o'rinda xudo xolasa yana trendda turgan choynakdan 22 ming so'm. 22 ming so'm arzonlabdi-ku bular. Ha, 1 litrlik arzonlab. 1 litrlik. İkinci o'rinda ishi bu blyudodanmi xolanlarni olishlari mumkin, ha? Kattaligini o'zingiz ko'rib turibsizlar. 80 ming so'm arzonlab qoldi. 80 ming so'm. Necha so'm sotilgan bular? 90 100 sattirdik bir oy oldi. Hozir 80 mingdan beramiz. Uchinchi o'rinda yana shunday chashkalardan xohlagan harfi yozmasa 1,5 so'm yana shay. Yine 2,5. 1,5 so'm ham kosa bu ya do'stlar. Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari, sizlarga va'da berganning kommentariya shova bepula sovg'alar qo'yishni boshladik asa. Xo'p, birinchi o'rinda xudo xolasa yana trendda turgan choynakdan bepula olishlari mumkin korobkasi. İkinci o'rinda ishi bu blyudodanmi xolanlarni olishlari mumkin, ha? Kattaligini o'zingiz ko'rib turibsizlar. Xo'p, uchinchi o'rinda yana shunday chashkalardan xohlagan harfi yozmasa o'zingiz qaysi bosh harfingiz qaysidan bo'lsa odlaringizni shundan olsangizlar ham bo'ladi yana. Tanlab olib ketaverasizlar bir dona. Xo'p, buni sharti shu videomizga like bosasiz, kommentariyada yaxshi o'zingizni fikrlaringizni yozasiz. Keyin shu eng yaxshi kommentariya yozgan odamga beriladi. Shu videoni qarindoshlar, qo'shnilar, shuning gruppalar bo'ladi-ku, xotin-qizlar postalarga qiziqadi. Shu gruppalarga tarqatasizlar. Yana bir eslatib o'taman, birinchi o'rinda trenddagi choynakdan korobkasidan 4 ta korobkasidan aytasizlar. İkinci o'rinda blyudo, uchinchi o'rinda shu chashka yana shunday sifatli bo'ladi chashkalar ko'rib turasizlar. Shuning uchun videoga like bosamiz, kommentariya yozamiz, qarindoshlar gruppasiga tarqatamiz. Esa biz shu videomizni boshlaymiz. Do'stlar, manzilimizni bir eslatib o'tamiz. Hazorasov, eski bozor, 837-do'kon. Shuning kirib kelsangizlar, har xil idish-tovoqlar, oshxona anjomlari hammasi bor edi. Shu do'kon bo'ladi. Bemalol kirib kelaverasizlar. Bu yon tarafda oshxona anjomlari, xo'jalikka kerak bo'lgan narsalar, bu yon tarafda posuzalar. Birinchi bo'lib posuzalarning narx-navolardan boshlaymiz. Menga boshlaymiz shunda? Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Qana obunachilar narx-navolari bir eslatib o'tsak, narx-navolar tushganmi, ko'tarilganmi? Yo'q, hozircha shu durishi. Shu durish, ha? Bir qator aytib eslatib o'tamiz. O'tgan videoda ko'p narsani narx-navosini aytmoqchilar dedilar. Shuning uchun bir qator aytib o'tamiz. Qaysidan boshlaymiz? Bir tarafdan boshlayverik bu safar. Bir yandan ketamiz, shuni aylantirib, keyin oshxona anjomlaridan tushiramiz, ko'rib boraverasizlar. Yine terelkelerimiz geldi 15 ming so'mdan. 15 ming so'm. Geldi bulardan. Bular nerga bo'ladi? Xitoyki bular. Xitoyki. Salat lissalari 35 ming so'mdan. Aha. Biz 45 mingdan. Aha. Bular hammasi 35 dan xolaganlari. 35 dan. Buni ichiga xolasa naborati bosa bo'ladi, xolasa shtushya bo'ladi. Hamma narsaga ketaveradi. Shtushya asosan bo'ladi dona-dona. 35 ming so'mdan. Aha. 13 ming so'm. 13 mingdan, aha. Yine bular 30 ming so'mdan. Bular 30 dan tushunarli. Bular 15 dan donasi. Kosalari 7,5 ming so'm mana. Bular 7,5 ming. Nerga bu? Xitoy shu, Xitoy. Xitoyki. Tushunarli. Choynaklarim bor edi, naborati olamiz desa 65 ming so'mdan. 65 mingdan. Tushunarli. Bular ish qozoncha so'm. Hammasi bir xilmi? Bular 55 ming so'm. Bular 55 dan. Yana bular. Bularni? Bu 50 ming so'm. 50 bu? Bu 120 ming so'm. 120. Bu nerga bu? Bu Xitoy original choynak. Xitoy original, ha? Gündelik zo'r. Xo'p, bu choynaklarni? Busi 130 ming so'm. Bunisi? Bu 60 ming so'm. 60. Bular endi ishlar Xitoy hamasi. Bu 60 dan. Bulancha so'm? Bu yashil choynak 70 ming so'm. 70. Bunisi? Busi 65 ming so'm. 65 dan. Xo'p, bu yana aytib beraylik endi. Kastrulkalar 45 mingdan, choynaklar 150. Oyna qop-qopini qarang, choylar ekan. Xo'p, bular nechadan 70 dan? 45 dan. Bu? Bu 150 ming so'm. 150 bu yoqi limon choy davr kilosi, ha? Kompost xoladonlar? 45 mingdan. 45 dan. Xo'p, bu katta bu yondagi narlardan. Qancha so'mdan? Tashkilga nabor 320 ming so'm. 320 ming so'm ishning korobkada turadi, ha? Korobkada original. Ha? Choynaklar 100 ming so'mdan. Aha. Ha, bularni? 100 ming so'mdan bular. 100 mingdan. Bu oqi 70 ming so'm. Oqi 70. Busi? Biz 22 ming so'm. 22 ming so'm. Arzonlabdi-ku bular? Ha, 1 litrlik arzonlab. 1 litrlik. Bular necha so'm? Bular bolsalardan 90 ming so'mdan. Ha, chiroyli o'tiradi ekan, ha? Bular
Bular 400 ming so'm 9 donasi. 9 donasi 400 ming 400 so'm. ming so'm. Hop, men bu bitoy texnikalarni aytib ketala bir endi. Cho'pillarimiz 80 ming so'm Chopper arzonlashadi. 80 ming so'm. Necha so'm sotilgan bular? 90 100 sattirdik bir oy oldi. 90, Hozir 80 mingdan beramiz. Bunisi Bu damir xilisam 80 ming so'm. 80 ming so'm, ha? Buni Utiklar 220 ming so'mdan parik. 220 ming so'm. Parutik bu ishlaymi rostdan ham zo'rmi? Ha, zo'r narsa. Hop, bunisi ham shunday yaqin. Hammasi 220 ming so'mdan. 220 mingdan. Ha do'stlar, bitoy texnikalar ham narx-navlari singan. Ko'ribsizlar bu yerda. Tushib ketgan bu. Bular kiyim saladigan mediachida bolalar kiyimlarni o'ng'ayli 25 ming so'mdan. 25 ming so'm. Ha, tushunarli. Hop, yana bu tarafdan nima qoldi? Bular posudalar daxil. Bular choyniklari Haligi bu yana qashq nabor. Bunisi 320 ming so'm qozon. 320 ming qozon axı bu shuni, ha? Neriki bu? Xitoyki. Xitoyki. Yaxshimi yani teylarında güydürüp Yo'q, netmi daxil sifatlisi. Oqsiyetimdan. Tushunarli. Endi posudalarga sho'raga qoldik. Bular Bular 25 ming so'mdan. ha. Bular 45 ming so'm. Aha. Kasasi 25 ming so'mdan. Ha. Misalar 20 mingdan. 20 ming, aha. Bular 20 ming so'mdan. Bu aha. Bular ham 20dan. Bu neriki bu? Bular hammasi Xitoyki. Xitoy. Ha. Lapkasalarni 14 mingga tushirdik. Endi Xitoydan ham nasi bo'ladimi? Sorta bo'ladimi bular ham Xitoyskilar ham? Sorti bor, originali bular. Bular originali, ha? Ha. Tushunarli. Bular? Bular ham shu 20 ming 15 ming so'm. Katta kichkisi bor. Hammasini gullari bor. Bu ham yo'q, bu choyniklarga qo'shadigan ekan. Choynikka. Ha. Bularni? Bular 15 ming so'mdan lapkasalar. Yashilkan bu. Bular ham 14 dan atib beramiz. Bular 14 dan. Bulari? Bular 20 ming so'm, 15 ming so'm. 20-15. Tushunarli. Bularni? Bular ham shu 15-20 aytiladi. Bizlar kanaldan ko'rdik deb kelsalar, aytib beramiz narxlarni kelishtirib. Kelishiladi, ha? Shu shartlarni bajarganlar shu xudo xolasa. Shartlarni bajarganlar o'zim beraman podarkalarni. Bo'ldi. Shuni birin-birin kommentariya o'qib javob berib chiqamiz, ha? Ko'rib chiqamiz. Agarda manzil so'rayotgan bo'lsalar ham ekran ostida yozilib turadi, telefon nomeri ham yozilib turadi. Telefon urarsangizlar bo'ladi bemalol. Qaysi pasportdan kerak bo'lsa. Hop, dostavka xizmatlari faqat Xorazm bo'ylab boqib bepul. Ko'pincha Navoiydan ham chiqib turibdilar, Buxorodan, Xorazm bo'ylab dostavkalarimiz. Dostavka Xorazm bo'ylab, yana do'stlar, agarda yon tarafdan ham chiqadigan bo'lsalar, krupniroq narsalar yetirib berishimiz mumkin lekin. Ko'proq olsangiz. Bir dona, ikki dona so'rab turganlaringiz uchun rahmat lekin. Ha. Yani şu Xazaras pagan vaqtida shu do'konni manzilini ham aytib o'tdik, telefon nomerini ham aytdik. Bemalol kelib kelsangiz bo'ladi. Hamma vaqtda har xil turdagi posuda, idish, oshxona anjomlari bor. Tushunarli. Qana keyinchilari. Yana bu tarafkalardan ham paftor keldi. Yana turibdi bular Xitoy chisting. 10 ming so'mdan 8 ming so'mdan. Bular shunda xadovoy narsalar bu. Tez tomoshachilarni arkalari yilma kelib ko'rib olishlari mumkin. Tushunarli. Qani keyin kosalari bor yana 7 ming so'mdan. Har xil gullari bor. Yo'q. Yana lola gullisam bor. Endi bu yandan xudo xolasa to'y sezon boshlanadi. Kafe restoranlar ham ko'p ochilib turibdi. Shular ham agar optimal odam bo'lsa, hamma narsasini bir yerdan shu yerdan oladigan bo'lsa, yashitib bersa bo'ladimi uning ustida yana? Bo'ldi. Kelishilgan narxlarda ota bo'ladi optim narxi. Keyin bilidalari bor yana. 32 ming so'mdan. 32. Buni qaytib beraman. Tushunarli. Qani keyin? Bular nabormi bu yo oddiy? Yo'q, bular oddiy hammasi. Aha, necha so'mdan bular? 14 mingdan qo'ydik. 14 mingdan. Necha so'm sotilgan bular? 15-16 sotilgan. 15-16. O'zi posudaning ustida do'stlar ko'p pul qo'yilmaydi, bilasizlar. Yana bular 20 ming so'mdan. 20 mingdan. Toza keldi bu menamiz posudalarimiz. Kuxonniy завтракка zo'r 25 ming so'm. Ha. Bularga 13 ming so'm, 12 ming aytib beramiz buni. Choynik? Choynik yana 130 ming so'm. 130 dan. Tushunarli. Bu kosalar? Bular 6 ming so'mlik. 6 ming so'mlik. Yani qaysi yerdan qaysi yergacha 6 ming so'm? Bidoz aralashtiribdi. Bu 8 ming so'm. Bu kattalari 8 dan. Ha, yana bular 6 mingdan yana. Ha, bular 6 dan. Ha. Keyin 5,5 ham bor. Qani 5,5 qaysi ekan? Yana bular yana 5,5. Bulancha sotilgan bular. Bular ham boshlab shu 6-7 sotilgan. Hozir 5,5 ga tushirdik ular. Bu kosa shuncha mehr beribdilar, san'at asari bo'pti-ku bu. Ha, san'at asari bu. Bu Xitoyga axibam. Xitoyga hammasi O'zbekistonga emas, bular Xitoy butun. Xitoy, arkasini Holland shaklindagisidan bor ekan. Chiroyli ekan, do'stlar, o'zingizga bir baho berasizlar ko'rib. Xo'p, tushunarli. Kosalar ham yana shunday aksiya olib ketdi. Nabor.
65 da bunun. 65 ming so'm. 8 10 dona alalım, 10 dona alalım. Bunası? Bunda 10 dona kase, bir dona salat listesi var 65 olan. He, katta bir yere padarka yaparsalar ham yana zakoning yurturalarını isteyip. Kana bu tavalla. Tavalla 100 ming so'm var 90 ming so'm. 100 ming so'm, 90 ming so'm. Çaneklayına 90 ming so'mdan. 90'dan. Bu 45'ten. Bula 30 ming so'm, 60 ming so'm kattasi. Ya. Tushunaldi. Endi tefallarni hozir sezon boshladi. Tefal 100 ming so'm bu shisha tefal. Shisha tefal 100 ming Bekölüp so'm. yanıp turadi, içi görünüp turadi. İçi gönüp yanadı bana. Evet, yanıp turadi. Bam yanam. Şu ikisi bir kilo. İkisen bir kilo. 100 ming so'mdan. 100 ming so'm. 120 mingga, 100 mingga tushirdik. 120 ming satılgan 100 mingden 100 satıldı. mingden beramiz. 20 ming so'mdan aksiya. Bula. Valla çanekla 100 ming so'm. 100 ming so'mdan. Tushunaldi. Bu yan taraftaki Termizlar. Termizla ular bir de açıkları var ana. Bula mı? 90 ming so'mdan, 110 ming so'mdan. Ha, bula 110. Ha, bula 90 ming so'm. Bula 90. Ha. Necha litrlik bu? Biru bir, aşın razmerli, biru altılı. Ha, plasmas sifatli ekan. Xo'p, bular shunda Xitoyga axir. Xitoy ular original içemden. Original, ha? Graduslar ham gönüp turadi. Der şişesi için şişeler sınıf kalmayın bular. Yok yok. Bulançadan? Ular 80 ming so'mdan Termizlar. 80 ming. Xolanı. Xolanlar 80 ming so'm. Xolasa stakanlısı da, 2 stakana boyuna. 2 stakani bor. Ya bunun yılları boyuna chiroyli. Endi buları sezon başladı. Narx-navo singan vaqtida olib beraverasizlar. Xo'p, bular. Ne bular? Çoğunluklarımızdan her xilisi var 75 ming so'm. 75 dan bu. Ular 170 dan. 170. Ben tarafına şuna bu. Servislerimizi 1 milyon 150 açıp veremiz de verdik. Evvelki videodan ham hozir ham aytaman. O'zi 100 dollar edi bu skidga tushdi. 100 dollardan shuncha skidga tushdi, ha? Hop, endi hozir bu dollar tushgani. Dollar ham tushdi. Dollar tushganda avval arzon tushdi, bu shunda narx-navolar shuni evazini tushtirdi axir. Biz dollar qimmat vaqti keladi bu. Hozir arzonlatdik shuni. Ha. Xalqimiz o'ylab. Agarda hozir dollar qimmatlasa, yana past dollar ustidan minishi mumkin Minishi da. mumkin ha. Dollar arzon vaqtida arzon bo'ladi. Ana mijozlar ham kelib turibdi. Do'stlar ko'rib turalarsizlar. Bu yerda şimdi optimal kesizlar ham bo'laradi. Xo'p, endi bular 30 ming so'mdan da, harfli ham podarshaya qo'ygan. Necha so'mdan beramiz bularni? 25 ming yetib beramiz. 25 dan beramiz. Bular Bo'ylab kelsani 6 donasi 180 ming so'm. olsa 180 ming. Bundan ham bor ekan-ku, ha? Buna o. Salat nessa, içine gülleyin, joyli. Hop. Xolos bundan ham boyna. Bulancha so'mdan? Onun 7 donasi 350 ming so'm. 7 donasi 350 ming so'm. Sinmaydi axir. Stekli ham. Ya bam shunday xiyla plasma, bam sinmaydi axir. 30 ming so'mdan. Bu naborincha so'm? 50 ming so'mdan. 50 ming. Bular? Bular 140 dan. 140, ikki ham axir. 140 beramiz. 140 dan. Bular? Bular 30 ming, 20 ming, 17 ming, 15 ming razmendan qarab ketadi. Ha, ustundagi baholar. Bu aytib o'tildi. Bunisi ne? Ben şu 1 milyon 150 beramiz bu servizden. 1 milyon 150? Ha, holatamından. Holatamından. Tushunarli. Mijozlar kelib yotdi, sizlar ham bemalol kelsangiz bo'ladi. Endi bularni aksiyada berdik, ha, xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana ko'pchilik biladi, ko'chada shu vodiydan kelgan aka ukalarimiz ham 70 ming so'm, 80 ming so'mdan sotadi ishini. Kim biladi, kommentariyada yozib ketinglar shuni. Men o'zim mashin bozorida ko'rganman, 70-80 ming so'mdan sotib berganlarini. Shu hozir bozorda 70 ming, 80 ming sotilib turgan narsani necha so'm berib olamiz? 40 mingdan beramiz. 40 mingdan. Yorim do'stlar. Yorim bahosi kesib turibdi. Bular necha so'm? Bam 40 ming so'm. Gulini tanlasala bo'ldi. Ha, katta lekin o'zingiz bir ko'rsangiz bo'ladi. Razmeri endi nechada bo'lsa bo'ladi bunda? Nechalikda aytiladi bu? Razmeri mi? Ha. İşkalı bir 10 adam palasallara tamasa doyады. 45'lik mi? 45'lik. 45'lik o şuradan. 45'lik ha? Şunlarla yine bir an taraflardan ham. Bulançadan? Bular 35 ming et beramiz. Bular 35'ten. Bular şu yana getince mi? 5 xil gülü var, 35 ming so'm. 5 xil gülü 35 mingdan. Şunlarla. Buna bollancha so'm? 130 mingdan. 130 ming so'm. Bunisi? Bulan 130. 130. Bunisi ne? 35 ming so'm. 35 ming so'm, ay. Şunlarla. Yine bu neresi navadı bu? Bular giyim saladan organizer. Ay? 70 ming so'm. Giyimlar saladan. 70 ming so'm giyimlar saladan. Hem akurat milk turadi. Çambası kam edi. Aa, içinde yani karkazdan, demirden etilen karkazdan var ekan. Sinan var. Katır turadi. Aa. Hem birden kaysı giyim başına edelikten görünüp durad ekan bir mallar. Tamam, görünüp turadi. Şunaldi. Bular navada padarışına oxşat turgan. Termiz ular, ya, termizlar. Kichkina termiz la. Yani shuning padarışı chiroyli ko'rinishda bo'ladi ekan. Somkali. Somkali. Termizlar.
Tushunarli. Bu termizlar ham korobkalar yana bir Hemes yanda. korobkada. Hemes Kadar korobkalar. gelmeyle. Bu ne borunca son? 70 ming so'm. 70 ming so'm. Aş teyindeki karkaz oladi ha fakat. Tushunarli. Bu Şu sushilkani yaxshi Sushilkani 70 ming so'm. 70 dan. Bu choyniklarcha so'm ya. 45. Ko'p ekan, 45 mingdan. Bam yan hozir gitadigan sezon vaqtda ha. Ha. Tushunarli. Chashkalar aytildi, dan taraflar aytildi. Bular endi. Yan taraf xudo xolasa arzonroqlar oladi. Bular 9 ming 8,5 beramiz. 8,5 mingdan. Hava. Keyin Bu 9,5 10 satilganda 9 dan beramiz. 9 dan. Bular neriki bu? Bular Toshkent zavodlar. Toshkent zavod. Tushunarli. Bular ne? Bular 7 ming so'm. 7 ming so'mdan. Bunasam 7 mi? Bular 7 ming so'm. 7 ming. Hop, bir yandan aytib ketaveramiz. Bu ne boruncha so'm bu? 4 donasi 4 bu? donasi 80 mingga beramiz. 480 ming. Zo'r. 20 mingdan tushibmi bunda? Bulancha so'm. 50 ming so'm. 50 ming. Bu chashka ne boruncha so'm? 25 ming so'm. 25 ming so'm. Hamma o'zi bor ekan buni. Avval nabori. Nabori bular. Chashkasi, tarelkasi, qashqi bor. Ha, bu mesela padarkami, ishxonadagi kollega do'nish bilishlarimi, shuning padarkasidan ham zo'r verecek. Xo'shroq padarishni. Tushunarli. Bunisi Bular 70 ming so'm. 70 ming so'mdan ish Pichoqi, pichoqi. nabor 70 ming so'm. Choyniklar ham bir aytib beradi. Choyniklar 10 ming so'mdan. Bular 10 ming. Bular 12,5 dan. Bular 12,5. Bu nerki? Bular Rishton zo'r. Rishton. Bular Bular ham da Rishton. bular o'zi Rishton bitan hammasi. Bu nelarni? 13 ming so'mdan. 13 ming so'mdan. Bular ya 0,5 midi bular? 08 hammasi. 0,8 hammasi razmeri. Tushunarli. Bular lopga sol. Bular 10 ming so'mdan beramiz. 12 ming sotaylik, 10 mingga tushirdik. Arzonlari bular bahosi. Ha. Tushunarli. Keyin Nutunda ko'p kelaveradi bular. ha, bular xadoy narsa ko'p odam oladi, ha, shuncha ham. Hem sifatli hem arzonladi. Ha. 17 ming so'mdan avaniylaridan. Ha. Bular 16 mingga beramiz. Bular 25 mingga, 22 mingga beramiz. ha. Bular bu gullari nelar uch ketinmang. Yetishmaydi, garantiyali. Garantiyali. O'z qo'yib kirilamidonlar qaysadi? Shulamadi? Kırılmaydı, garantiyali. Kırılmaydı bular ama. Tushunarli. Kosalarıncha so'm? Kosalar 7,5 dan. 7,5 ming so'mdan. Mana shu rangilari uch ketmaydi xudo Yetishmaydi. xolasa. Bu g'ijduvon axi bu. Bular Toshkent. Toshkent bular. Toshkent zavodlaki bular. Tushunarli. Bunisi necha so'm? Busi 30 ming so'm. 30 ming. Bular? 25 ming bular. Ha, bu svetinliklar necha so'm? 35 da bular. 35 dan pasvetga qo'ysa bo'ladi. Bu naboruncha so'm? 6 dan oldi. 6'sı 40 ming so'mga beramiz. 640. Bular? Ular 50 ming so'm. 50 ming so'm. Ha. Türk kofe. Turk kofe, Turk choy, ha? Shularga ketadi bularni. Restoranlar abasozli, chiroyli ko'p kichkina qoshiqlar. Kichkina qoshiqlardan ham bormi ichine taqib qo'yamiz? Bor, kichkina qoshiqlar. Uni aytamiz hali. Paxta gullarga keldik. Bularcha so'mdan? 5,5 dan beramiz avannilari. Biz 13 mingdan beramiz. Bu 13 ming. Buni raznisasi navda ikkisini. Yarın bu Toshkent zavodki. Ha? Rishtonki, Ha. Shundan qaysi yak solaveradilar. Bir oq, birisi sal qararoq loyihalar ekan. Arzonroq qararoqlar loyiha. Ha. Shu loyinda farq etadi. Lekin yaldiroqlari bir xil qo'yilgan. Ha, svetlar ham uch ketmaydi axir uni ikkisini. Garantiyali, bundan garantiya, bundan garantiya. Bo'ldi. Endi bularcha so'mdan? Bular 6,5 dan. 6,5 dan. Tushunarli. Xo'p, bu tarafga o'tsak, bularcha so'mdan? Salatlar 8,5 dan beramiz. 8,5. 8,5 dan beramiz. Arzonladi hozir bular. Arzonladi. Xo'p, bu taraflar? Bular 13 ming so'mdan. 13 ming so'm. Shuni hayron qolaman. Nechun kichkinaroq narsa qimmat bu? Nechun shuni? Zavodga xabar. Da, zavodga o'g'ana qimmat bo'ladi. Bu fasoni qimmat yuradi. Ha, buning fasoni o'zi 4 burchak shaklda qimmatroq yuradi. Qimmatroq yuradi, 500 so'm. Ha, tushunarli. Bular Bular 12 ming so'mdan. 12 ming bu. Ular 13 ming so'm. 13 ming so'm. Ishini to'yda ne chiqardilar, ya muzor tashlanib deb. Zo'r duradi ekan chiroyli. 3 donasi 15 ming so'm. Bam ketaveradi shuni, ha? Ketaveradi, original shishasi ham yaxshi keladi. Ha, bu yani qashqulga saqib qo'ygan. Bular 13 ming so'mdan. 13 ming so'm ya. Har xil so'mdan bor ekan. 20 ming so'mdan. Ama renginde farkı var, fakat. Tushunarli. Katta choyniklar o'tsak. Bular 30 ming so'mdan. Bular 30, bular Bular 22, 20 ming, 30 ming. Bular 22 ming qolgani butun. bular emas 22 dan. 22 ming so'm. İş ham 22 mingmi? Bu 45. Ha, bu 45. Bu nerki? Bu topal. Bular tabaqlar uchun. Ha, nabora ketadi bo'lmang, tushunarli. Kosalancha so'm bo'ldi. Kosalarda arzonlashib bo'ldimi? Kosalar eng arzoni 2,5 dan. Qani 2,5 3 ming qaysi? so'mliki. Bu 3 ming so'mliki. 6 ming so'm. Ha. 6,5 ming so'm. Aha.
Bilmiyorum oynarlar. 1000 euro mu so'm oynayacak? Yine 2 yorum. 1000 euro so'm ham kosa bu oynadı dostlar. Bemalol şu bir 500-600 ming so'm gelib bir xo'jalikka narsa 2 sanam bo'ladi ekan, to'g'ri. Shunchalar narsa beradi 2 masalan. yorum bakıyor. 2 yorumluq. Bu ham 1000 yorumluq. Hop, tushunarli. Bular endi. Qancha so'mdan ekan? Qancha so'mdan endi? Bular meyve yani salat palatlara doğru gelirdi. 45 ming so'mdan beraman. 65lik satılan 45'e. Ben bu sınmıydı anlarsa Milan'da vardı. Milano tovar ha? Sınmıydı. Sınmaydı. Görseniz de oladı bemalol. Hop, bulancha so'mdan? Bular 50 ming so'mdan. 50 ming so'm. Bular? Bular 60'tan beraman. 60'dan. Shuncha aksiya olib ketdi. Bularni? Bular 35'tan beraman. 35'dan. Gap yo'q ekan, narx-navolar sindi. Bularni yangi baho. Şundan sonra 45 beraman. 45. Bular ham sınmaydi Allah'ım şu. Bunlar sınmıydan bular. Qancha so'mdan bu? 30'dan bular. 30 mingdan. Bam sınmaydi axı. Sınmıydı. Bu og'ir ekan bu. Yani chisti lop ketadi. Tashakkur ekan Sınmıydı so'mmaydi. yok taşıyorum. Bemalol tashab, agar bir tashakkur ko'ramiz, yo'q betondanmi, yo'q desangizlar, ko'chaga chiqqan tashakkur ko'ramiz, kommentariyada yozib ketasizlar yana. Hoppa. Bemalol ko'raverasizlar, biz sir beramiz keyin shunda turasiz. Xo'p, keyingilari. Keminden kovriklarımız geldi. Yo'q, yana bu kosalardan ko'pchilik 20 bu ming so'mdan. uyda ham yosh bolalar olib qo'ysa yaxshi, sınmaydi onundan. Sınmıydı inan. Ko'p uy kosa sınadi, masalan, hammasidan kosa sindi deb emas, bu balani bir-birini kesmasligi uchun aytiladi-da. Xo'p, shunda 20 ming so'mdan, necha so'mdan beramiz? 15 mingdan etib beraman. 15 ming natib beramiz yana. Bular shunda hammasidan xudo xolasa aksiya ketdi, ha? Aksiya ko'p. Yana bo'lsin ishik bu. Bular bambu kosalar 25 ming so'm. 20 Bambu. mingdan etib beraman. 20 mingdan. Xolos sozlar yo'q, bunda endi bo'lmaydi desanglar, chisti taxtadan bu qo'yiladi. Xo'p, bunisi? Bular 7 ming so'mdan. 7 ming? Ha, Bular 15 ming so'm. 15 ming so'm. Bular 20 ming so'm kvadratlari. 20 ming so'm. Mana qarang, buni ustuna choynak endi bu yoqda sovuq boshlandi. Ustuna choynak ustuna bostirib qo'yadiganlarim bormi? Ikkalamiz. Endi keladi, xudo xolasa keyingi videoda biz chiqaramiz ulardan. Xo'p, bulancha so'm? Bular 20 ming so'mdan. 20 ming so'm. Stalovayni ki uyda ugalık ustarchilar ham doğru geladi, shisha ustalari. Ha. Bu En bambuk arzon 10 qancha ming so'm? Eng arzon 10 ming so'mdan. Bambuk qancha so'mdan? Bambuklarimiz yine 50 ming so'm. Ha. Chixir razmer bo'lsa 70 ming so'm. Eng Keyin kattasi bu 80 ming so'm. 80 ming so'm. Bo'lsa 60 ming so'm. 80 ming so'm. Bu 70 ming so'm. 70 ming so'm. Bu shashlik uchun ham. Unda stolov ham o'zi bor ekan bu yerda. Stolov var 65 ming so'm. 65. 4 varianti var 70 ming so'm. Ha, yana bular yana. Tushunarli. Yana bular ham yana kerak bo'ladi. Hozir ko'p gamburglar, burgerlar asıl turibdi. Shular uchun yaxshi narsa. Bam sinmaydi axir bu. Sinmaydi ular. Har xil rangidan bu xolos hozir. Bulancha so'mga bu kichkinasi. Ular 6 ming so'm. Bular burch taqib qo'ymaganmiz zo'r kichkina burchlardan. 6 ming so'mdan. Bu xolosa taxta bo'lsam bor ekan buni yana. Taxtalısan bu xolosa. Bulancha so'm? 7 ming so'm. 7 ming so'mdan. Tushunarli. Buni xilasan bayana sos solib qo'ysalar Ular 10 ming so'm kattalari, bular 7 ming so'mdan. Ha, tushunarli. Keyingilarni ham aytib o'tsak. Yana do'stlar, bunday narsalar ham bor hammasi. O'lchaydigan narsalar uchun bor. Narsalarni o'lchab soladi. Ha, pishiriqchilar. Nima deb aytiladi? Merka idish. Merka idish deb aytiladi. Bular ham yana aksiyada. Necha so'm edi? 25 ming qo'ydik. 45 ming, 25 mingga beramiz. 25 mingdan beramiz. Gap yo'q lekin. Bular tozaga narsalar bular. Bular 45 ming so'mdan. 45 dan. Bunisi? Bular 30 ming so'mdan. 30 ming so'mdan. Yani bir de do'stlar, oshxona anjomlari hamma narsa bor. Videomiz uzun bo'lib ketmasligi uchun qisqacha shuni ko'rsatib o'tdik. Bemalol kelsangiz bo'ladi. Ekranning ostida telefon nomeri oladi. Telefonlar so'rasangizlar ham bo'ladi. Endi bu yerda muhimroq yana shu hozir sovuq boshlandi-ku. Kuxnyaga, keyin dush tualeta qo'yadigan narsalar, banyalarga qo'yadigan narsalarni aytib o'taylik. Shuni so'raganlar ko'p bo'ldi. Ham bular ham xudo xolasa aksiya bo'ldi axir. Necha so'mdan sotiladi, necha so'mdan beramiz hozir? Bular 80 ming so'm, 70 mingdan beramiz. 2 donasi. 2 donasi. Nerga bu? Xitoy bular. Xitoy. Mana rezin bo'ladi, plitka. Millionima qo'ysam ham yopishib qoladi bu. Ha, yurib, surilib ketib bilmaydi. Ustidan tovar ham zo'r ekan, materiali yana. Bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Shunda bular 80 ming so'mdan sotilgan, 70 mingga beriladi, 2 donasi bo'ladi ichida. 2 donasi bo'ladi yana shu ikkisi. Bir o'zim bir kalta bo'ladi. Bir o'zim bir kalta, va. Yani shunda hozir sezon keldi, lekin narxlamalar tushdi. Qimmatlash o'rnina. Bulancha so'mdan.
Bası 150 mesom uzayroq. 150. 2 danalısı. 2 danalı. Hop, buni shunda her xil rengi bor ekan, aynan. Rengi bor. Plitkasına qarab. Rengi. Bedeli 1-2 ras ko'pmiz. Ha. Buni o'zi 70 mesom. Bu 70 ming so'm. Bir dana bu, Bir dana uzun, kalın. Bu kalınroq bo'ladi ekan. Bunam 60 mingdan beraman obunachilarim uchun. 60 mingdan beriladi, ha? Tushunarli. Ya qashqlar ham aytib o'tdik. Qashqlancha so'mdancha so'macha. 15 ming so'mdan. 15 mingdan. 35 gacha bor. 15 eng arzon 15 ming so'mdan. 15 ming so'm. 15 ming so'mdan 35 minggacha. Bu pachkasimi, donasimi? Pachkasi 6 İş dona. pachkasi. 6 donasi shunday ekan do'stlar. Tushunarli. Bulancha so'mdan. Salfetkalar 20 mingdan tutib 10 minggacha bor. 20 mingdan 10 minggacha. Hozir eng ko'p sotilib turgan xadovoy narsa nima edi? Ko'pchilik olib turgan. Shu hamma narsaga tut. Hamma narsaga tut. Xo'jalik hamma narsa kerak-ku, ha? Dastatga yo'q. Portalimizdan keldinglar, ko'rsatib bering bularni. Ha. 70 mingga, 60 mingga tushirdik. Har xil o'g'il bola, qiz bola loyiqlari bor. 70 mingdan 60 mingga 60 tushirildi. mingga tushirdik. Gap yo'q lekin. Keyin yana ular Taxtachalar kelib turibdi. Fasida kurtadan kovriklarimiz bor, perdalar bor. Kir mashina ustuna chexollar, hamma narsalarimiz bor. Perchatkalar bor, farchiqlar bor. tushunarli. Do'stlar, videomiz ko'p uzun bo'lib ketmasin deb shu qisqacha qildik. Keyingi safar bu tarafdan narx-navolar aytib o'tamiz. Shuning uchun ko'rib boraverasizlar. Shu aytib o'tganimizdek, bepul shu narsalarni yutib olish uchun kommentariya yozasizlar. Keyin shu videoni donish bilish gruppalarga tarqatasizlar. Kommentariyada shu chiroyli so'zlar yozaverasizlar. Xudo xolosa bir odamni 3 odam kommentariyada 3 odamni tanlanadidan shu boshida aytib o'tgan sovg'alarimiz beriladi. Manzildan ham bir eslatib o'tib olsam, Hazar Rasul. Yani Chinni bozor, eski bozor. Gelaversizlar 837 do'kon. Tamam. Gelaversizlar. Bu yerda telefon nomerlari ham bo'ladi. Nomerlar bilan telefonga havollashib, dastlabki xizmatlardan ham foydalansangiz bo'ladi. Xorazm bo'ylab dastlabki bepul. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling aytib qo'ying.